Generator sotib olgansiz, elektrik kelishini, ulashini kutib o'tiribsiz. Lekin do'konda sveti yo'q, klientni kutyapti. Men sizga sim bilan do'konga svetni vaqtinchalik yoqib berishni o'rgataman. Birinchi qiladigan ishimiz, zaning kirayotgan tokni uzib qo'yamiz. Sababi generatordan tok o'tadi, zaning kirayotgan tokni o'chirib qo'yamiz. Endi bizga kerak bo'lgan narsa, simni 2 uchiga bunaqa vilka qilib ulab olasizlar. Uzunroq sim qilib olsanglar, generatordan ulanadigan joygacha mo'ljal bo'lishi kerak. Bir yoq uchimizni generatorga tiqamiz. Ikkinchisini bo'lsa, uyingizdagi xonadagi любой rozetkaga ulab qo'yasizlar. Avtomat o'chib bo'lishi shart, lekin shunga ahamiyat beringlar. Sababi svet kelib qolib, ikkita tok, ya'ni generatordan kelayotgan tok va sentraldan kelayotgan tok bir-biriga uchrab, generator portlab ketishi mumkin. Ahamiyat bering shu joyga. Do'konni svet keldi. Rozetkaga ulangan holatda svet keladi. Mana shu holatdan yoqdik. Agarda video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar.